Hammaga salom bolalar, sizlar bilan UzMafia kanali. Bugun sizlar bilan Radmir 1-serverdagi eng katta o'zbek semiyasi bilan ko'rishyapmiz va bugun sizlar bilan bizning lider Desmond Xan bo'ladi. Desmond Xan, o'zingizni tanishtiring podpисчиклар uchun. Hammaga salom, sizlar bilan men Desmond. Radmirni birinchi serveriga xush kelibsizlar. Bugungi videoda shu Farruh aytgandek, serverni va UzMafia oilasini qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilamiz. Ha bolalar, shunaqa bugun xudo xolasa sizlar bilan obzori zo'rini qilamiz. Hozir sizlar bilan birinchi navbatda sizlarga o'z semiyni uyimizni ko'rsatamiz. Sizlarga yoqsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Qani bo'lmasa bizga ketdi. Mana bolalar, bu bizning uyimiz bo'ladi. Kartada ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bunaqa joyda joylashgan. Va agar sizlar bizni gruppamizga invite bo'lmoqchi bo'lsanglar, любой vaqt kelsanglar, bu yoqda invite qiladigan insonlar bo'ladi. Hozir sizlarga biz o'z garajimizni ko'rsatamiz. Bu yoqda ham ajoyib va juda tezkor mashinalar bor. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bolalar, parkingga tushishdan oldin обязательно bitta narsa, kanalimizga like va obuna bo'lishni esdan chiqmasin, chunki bu bizga katta motivatsiya hisoblanadi. Qani bo'lmasa garajga ketdi. Mana bolalar, garajimizga ham tushib oldik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Orqamizda turib ko'rib turgan hamma mashinalar bizni semiyaga tegishli. Bu yoqda o'sha mashhur bo'lgan BMW M5 F90, Audi RS6, Rolls-Royce. Bu bitta Rolls-Royce emas, bundan boshqa yana ko'p Rolls-Royce'lar bor. Naroda ko'rib turgan bo'lsanglar, uni bu ham bitta Rolls-Royce modeli, Geely, Cybertruck va bundan yana vashshi mana ko'rib turgan bo'lsanglar, garaj to'la mashina. Xohlaganinglarni olib, bemalol haydasanglar bo'ladi. Buni olish uchun shunchaki bizni semiyaga o'tasizlar va ranginglarni kuchaytirganinglar sari undan yaxshiroq mashinalarga o'tasizlar. Misol uchun, birinchi levelda har xil mashinalar bor va ikkinchi levelda ham har xil levelga moslashtirilgan mashinalar bor. Shunaqa bolalar, bizning semiyada shunaqangi katta avtopark bor. Hammaga yetadi. Bemalol olib haydasanglar bo'ladi. Maza haydasizlar, mashinalar hammasi tinch holatda. Yana qarang, yana bu bor emas, hali qo'shilmagan, planda qo'shilishi kerak bo'lgan, lekin qo'shilmagan ko'p mashinalar bor. Albatta. Ular ham qo'shilish planlar bor mana bu Lamborghini, Bugatti'larni, Albatta. nima deydi, o'sha versiyalari deydimi, o'shalarni qo'shish bilan bor hali planda. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, lideri o'zi aytayapti, что hali bu avtopark to'liq emas, bundan ko'p mashinalar ham hali keladi. Va hozir biz shu Desmond liderdan ozgina savollar qilamiz, ya'ni shu avtopark bo'yicha. Desmond, qayerdasiz? Xo'p, qarang Desmond. Shu avtoparkdagi eng tezkor mashinangiz nechaga chiqadi? Eng tezi. Eng tezkor o'zi bu yerda qarang. Radmir sistemasi bo'yicha, Radmir loyihasi bo'yicha sal skoroustlarni oshirib yuborgan boshqa proyektlarga qaraganda. Bu hayotdagi skoroust bilan bir xil emas. Любой o'sha eng tez mashinalardan oladigan bo'lsa, Lamborghini'lar, Bugatti'lar ham, keyin Audi RS7 degan mashina bor, juda ham tez. 540 ta ограниченияsi. 540 dan yo'lga o'tmaydi. 1000 tez qilsa ham 1000 FT DT qilsa ham. Tushunarli. Bizning mashina ham shu eng tez chiqqan mashinalar ham shu server o'zini funksional qonun qoidasidan u yoqqa o'ta olmaydi, 540 dan u yoqqa o'tmaydi. O'sha RS7 yo undan oldin Vitikti Ferrari'ning modellari bo'lgandi. Shunaqa 540 dan u yoqqa o'tmagan hech qaysi mashina shu serverni o'zini pravilasi bo'yicha, funksionali bo'yicha. Tushunarli. Xo'p bolalar, ko'rib turgan bo'lsanglar, mana lider aytib berdi sizlarga bu yoqda nimalar bo'lishini. Bizni semiyada faqat sizlar o'ylashinglar mumkin, zerikarli bo'lsa kerak, hech narsa bo'lmasa kerak deb. Afsuski, unaqa emas. Bizni semiyada har kuni kech payti, ertalab farqi yo'q. Любой moment ограблениyalar, ya'ni har xil magazinlarni o'g'irlash, qaysidir mafiyaga hujum qilish, ruslarga misol uchun ukrainaliklar bor. Shunaqa katta mafiyalarga hujum qilib, biz o'z semiyamizning obro'larini ko'taramiz. Agar sizlarga ham shunaqa maza qilib o'ynash, zo'r kollektiv kerak bo'lsa, aytib o'tgandek Radmir 1-serverga kirasizlar, UzMafiaga shundoq semiyasiga qo'shilasizlar. Bizni semiyani maslahat. Promokodni ham aytib qo'ying keyin. Albatta, bolalar. UzMafia F2ni bosganda albatta promokod chiqadi. Agar sizlar bundoq serverga yangi kirgan bo'lsanglar, shundoq F2 tugmasini bosasizlar va bu yoqdan mana bunaqa joyga o'tib, eng chapdan ikkinchisiga o'tib va bu yoqda promokodda UzMafia promokodini tersanglar, sizlarga 200 ming pul beriladi va 7 kunlik premium beriladi. Bu premiumni sizlar 7 soat o'ynagandan keyin olasizlar va akkauntinglarni bemalol cho'tki qilib mashinalarga bosib qilsanglar bo'ladi, tayyor qilib.
Shun Keyin o'zim ham alohida 200 mingdan beraman. albatta, Kirishsa real o'ynasa shu taktik o'zim ham 200 mingdan beraman alohida. Общий 400 ming bo'ladi. albatta. Promokod beradiganman, beradigan bilan hisoblasa 400 ming puli shundoq kirishi bilanoq bo'ladi startda o'zida. Ko'rib tursa bolalar, bunaqa imkoniyatlar boshqa semiyalarda yo'q. Shuning uchun ham eng zo'r proyektda, eng zo'r serverda va biz bilan eng zo'r semiya bilan birga bo'lishinglarni xohlardik. Mana lider ham o'zi aytib turibdi bu narsani. Shuning uchun ham srazu kirib Radmirga kiringlar. Shu bilan bugungi intervyuimizni men tugataman deb o'ylayman. Agar liderimizda boshqa gap bo'lmasa, lider boshqa gapingiz yo'qmi? Hop, endi videoni shu yergacha o'tkazib ko'rishganligi uchun rahmat. Albatta ular ham qiziqsa mana kirishsam qo'ldan kelgancha yordam bergan harakat qilamiz. Endi kimlardir qanaqa o'tkazish, qanaqa gta sotib olish shularni bilmayotgan bo'lsa, Telegram, Discordlardan bizga aloqaga chiqsa, Albatta. описаниеga Telegram kanalimizdan qo'yib qo'ysangiz aloqaga chiqsa, bizga qo'ldan kelgancha yordam bergan harakat qilamiz unda. Albatta, hamma ssilkalar kommentariyada va описаниеda bo'ladi bolalar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Va обязательно UzMafia Telegram kanaliga va Discordga kirish esingizdan chiqmasin. Bu eng главныйsi. To'g'rimi? Lider. Shunaqa. Bo'ldi bolalar. Unda bugungi videoni men tugataman. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hammalardan like va podpiska kutib qolaman. Hammalarga rahmat. Sog', salomat bo'linglar.